Nega chaman istamas yantoq sahrosidan kelmaydi beri axir qumsar yongan shu ovloq ne qilsa ham uning vatani nega chaman istamas yantoq sahrosidan kelmaydi beri axir qumsar yongan shu ovloq ne qilsa ham uning vatani shu bir yantoqchalik bo'lmasam bolam dema vatanim meni shu bir yantoqchalik bo'lmasam bolam dema vatanim meni beshigimsan allalar aytgan eshigimsan kuzatib kutgan beshigimsan allalar aytgan eshigimsan kuzatib kutgan har balodan avaylab asrab erkalatib kaftida tutgan har balodan avaylab asrab erkalatib kaftida tutgan xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni 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 to'xta seni kasb ularga qayta o'qitib oladi keyin sana biror bir narsani berish evazini sen shu rivojlanib ketadi tushuntir shu maqsadda kasbga qayta o'qitish va kasbga bu yo'nalishlarga shu bosqichlarda ish faoliyatini amalga oshiramiz. Birinchi bosqich avvalambor sizni ishga joylashtirishga ko'maklashtirish to'g'ri ma'noda ishga joylashtirish. ish beruvchi tashkilotlardan Selchimiyat xalqaro klinikasi direktor o'rinbosari Abdullayeva Zilola tashrif buyurganlar. Ikkinchi ishtirokchimiz bilan tanishtiraman. Karavan Medline Demokrasiyani tashkillashtirgan hammaga taklif etaman. Zabigina Selchimiyat xalqaro klinikasi va ona bola klinikasidan tashrif buyurdik. Shu ish o'rinlariga hamshiralik ishi bo'limidan 2 o'quvchini va 5 yaxshilik ish yo'nalishidan 1 o'quvchini ona bola klinikasiga kelishga olishdi. Ish yo'nalishidan Selchimiyat klinikasiga hamshiralik ish yo'nalishidan 2 o'quvchini ishga olindi va ularni yarmarka tashkil qilinmoqda. Navoiy emas, Dabbolar ilmiy xadamalar, ish joylarini ega bo'lmoqda. Kimlar bizlarning bilan o'qituvchi emasman-da. Tushuntirishni holatimiz iqtisodiy soha bilan shug'ullanamiz. Ishga girish vaqtida keyin kimlar sizlarni o'qituvchi sensan. Hadi familing? Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli yoshlar. Barchalaringizni shu dargohda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Albatta bizga tadbirga tashrif buyurganingizni o'zi bizni juda xursand qildi. Bugungi tadbirni o'tkazishimizdan asosiy maqsad mantiqqa ko'maklashish maqsadida siz yoshlarni kelgusida ish bilan ta'minlanishingiz. Bugungi mana hozir ko'rayotgan shartnoma shartlari bilan tanishgan holda o'quvchilarimizni endilikda bandligi ta'minlanayotgan o'quvchilarimizni shartnomalar tuzish jarayonini barchamiz kuzatdik. Bu qanday chiroyli, ajoyib bir baxt, to'g'rimi?
Chunki har bir inson o'qir ekan, kelgusida qo'yayotgan maqsadini amalga oshirish maqsadida albatta kimdir bo'lishni va shu sohada o'zini o'rnini topish va xalqqa unumli xizmat qilishni o'z oldiga maqsad qiladi. Men o'ylayman, bugungi 4 nafar o'quvchimizni shu ish beruvchi tashkilot rahbarlari tomonidan imzolagan shartnomalarini xayrli bo'lishini, albatta borgan o'sha joyingizda chiroyli ish qilib, o'zingizni ko'rsatib, bu dargohda olgan barcha bilim, amaliy ko'nikmalaringizni hayotga tatbiq qilib, har bitta bemor bilan ishlayotganingizda shu dargohda olgan bilimlaringizni chiroyli, unumli sarf qilasiz degan umiddamiz. Va bu borada sizlarga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Va fursatdan foydalanib, bugun mana o'zini vaqtlarini ayamasdan bizni murojaatimizga o'z vaqtida chiroyli, nima deydi, amaliy yordam ko'rsatgan, demak, bandlikka ko'maklashish markazini vakili bo'lgan Ulug'bek akaga minnatdorchilik bildiramiz jamoamiz nomidan va barcha yoshlarimiz tomonidan. Va albatta ish beruvchi nimaga Muborak O'ktam va Razila Xafarlarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Qarang, har ikkala ustozimiz ham o'zini klinikasiga ega. Demak, o'zlarini oldidagi maqsadiga erishgan. Karavan Medline hamda Surgimit klinikalarini, xalqaro klinikalarini ish boshqaruvchilari. Endi eng katta baxt sizga nasib qilyaptir. Va o'ylaymanki, barcha yoshlarimiz biz viloyatimizda barcha bandlikka ko'maklashish markazlari tomonidan sizlar uchun ajratilayotgan barcha imkoniyatlardan unumli foydalanasizlar. Qolaversa, muhtaram prezidentimizni har doim aytadigan chiroyli so'zlari bor. Yoshlar bizning kelajagimiz. Yoshlarimiz kelgusida o'z ish o'rniga ega bo'lishi va o'zini ustida ishlashi kelgusida biz kutgan, biz izlagan, biz har doim o'zimizni izimizda qoladigan ish beruvchilar tomonidan o'z ishiga ega bo'lgan har bir insonni o'rni bo'lishi kerak degan gapni bot aytadilar. Yuqorida Ulug'bek aka siz juda chiroyli narsani aytdingiz. Albatta O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda Mehnat kodeksida aynan shu jarayonlarda, shu qonun loyihalarini bugungi kunda qonun bo'lib shakllanishida qatnashgan bir inson sifatida ayta olamanki, sizdan katta bir umidim va ilinjim, siz Konstitutsiyani o'zingiz tasdiqlagansiz, o'zingiz ovoz bergansiz. Ya'ni referendum asosida Mehnat kodeksida alohida barcha bandlarini o'rganib olishingizni tavsiya qilaman. Chunki biz kelgusida ishga borgan paytimizda Mehnat kodeksi bilan birgalikda ishlaymiz. Hamda Konstitutsiyamizni, o'z huquq va burchimizni va manfaatlarimizni bilishimiz juda zarur. Shuning uchun mana bu gün bizni shu tashkilotchilarimizni sizga ajratgan vaqtlari uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusi faoliyatlaringizda ulkan zafarlar tilayman. Klinikalaringiz gullab yashnasin. Men juda xursandman, chunki mana 4 nafar o'quvchim ish bilan ta'minlandi. Bu men uchun baxt, chunki 116 nafar o'quvchimiz bor bo'ladigan bo'lsa, barchalaringizni ish bilan ta'minlanishingizni, kelgusida o'z o'rnlaringizni topishingizda biz mana shu dargohni barcha jamoasi bilan sizlarga ulkan zafarlar tilaymiz. Martabalaringiz ulug' bo'lsin, ishlaringizga omad tilayman. Bu hali boshlanishi, hali yangi niyatlarimiz bor. Yuqorida Ulug'bek aka bir taklif qildilar. Xususiy klinikalar bilan ham birgalikda o'tirishni rejalashtirishimiz kerak. Ular asabirimni Xudo xohlasa boshqa tashkilotlar bilan uni sal boshqacharoq, kattaroq qilamiz. Endi bu dastlab salgina bir vaqt nuqtai nazaridan qisqa kurslar ma'lumot tarzida boshladik. Hammangiz imkon qadar ish bilan ta'minlash, o'qiydiganimizni o'qisha oq tilaklar dilar, hammalaringizni ulkan zafarlar dilash niyatidamiz. Rahmat kattakan, sog' bo'linglar. Hammalaringizni ko'rib turganimdan xursandman. Hammalaringiz ishlaringizga yana bir bor omad tilayman. Salomat bo'linglar. Rahmat. Ustozlarim rahmat. O'quvchilarimizga rahmat. Ol bo'lamiz, izlanamiz.